Jiyan, o'zimizda nima yangiliklar? Ikkita yangilik bor. Bitta yaxshi, bitta yomon. Yaxshidan boshlagan? Sinfdoshingiz Nargiz tug'di. Yanami? Yomoni nima ekan? Metanning narxi oshdi. Yanami? Ну чё, ребята? Andrey kelyapti, ketdik ishga. Ha, Jiyan, o'zimizda nima yangiliklar? Ikkita yangilik bor aka. Bitta yaxshi, bitta yomon. Ay, yaxshini aytgan? Yaxshisi Nargiz sinfdoshingiz tug'di. Yanami? Ay, yomoni nima? Yomoni Metanning narxi oshdi. Yanami? Aka yo'lda qiynalmangizmi? Yo'q, o'zimizda nima yangiliklar? Bizlarda ikkita yangilik bor aka. Bilaman. Yaxshisi Nargiz tug'di. Yomoni Metanning narxi oshdimi? Ha aka, qayerdan bildingiz? Tushay oldimga. Iye, aka уже ketyapsizmi? Aka bu sherigingiz tanimadim cho'ta. Sinfdoshim Nargiz yeri mana shuda. Bir 5-10 yil Rossiyaga olib ketib, sho'pirlar maza qilsin. Zo'r narsa o'ylabsiz aka. Iloji bo'lsa bor kishi yoqda birinchi o'ris xotin topib bering, bu yerlarga qaytib kelmasin. Yog'im o'zim boplayman boru. Bo'pti. Zo'r qilibsiz-da lekin. Bu Nargizning yeri ketgani bilan Nargizning o'zi sherda-ku.